Javob bermaysanmi? Javob bergim kelmayapti. Nega endi? Xo'sh, qayerga boramiz? To'ngyonga. To'ngyonda nima bor? U yerda mazza qilib cho'milsa bo'ladi. U shimoliy Gyeonsandonga ahmoq. Aniqrog'i janubiy Gyeonsandon. Bibi yopiq bariga nima deysizlar? Barbekyu yeymizmi u yerda? Juda ham yaxshi fikr. Hoy, siz ikkingiz nima uyda uxlamaganmisizlar? Nega savolga javob bermaysizlar? Qayerga bormoqchisizlar o'zi? Menga ham Bibi bari ma'qul. Menga ham shu ma'qul. Yaxshi, unday bo'lsa pul masalasini hal qilamiz. Menimcha bar. Nima, u yerda joy yo'q ekanmi? Bu yurtma to'lib bo'lgan ekan. Unda biz qayerga boramiz? Gangnam okeanigadir. Gangnam okeaniga qanday qilib bir kunda borasan? Bolalar, kimdir pul qo'shmagan bu yerga. Bu kimning ishi bo'ldi yana? Bu seni ishingmi? Men qilmadim. Jin ursin, nega bunchalik yozda dam olishga borish qiyin? Hayot doim ham reja asosida ketavermaydi. Ichingizda kim pul to'lamadi? Jeju orolchi. Ulang oroli ham bor. Bolalar, meni kechirasizlar. Bir daqiqaga tashqariga chiqib kelaman. Qayoqqa ketyapsan? U endi bormasa kerak. Boradi. Juda ham borgim kelyapti. Men Chennamdondagi restoranga kel. Oilaviy ovqatlanamiz, oying. Shunday qilib qayerga boramiz? Balki ochiq havoda o'tirarmiz. Nima deysizlar shunday qilsak? Unda biror yaxshiroq joy kerak. Keldingmi? O'tir. Ovqating ham sovib qoldi. Tezroq o'tir. Qachon qaytgandingiz? 3 soat bo'ldi. Menga aytmabsiz-da. Biror sovg'a olgan bo'lardim. Madaniyat sohasida o'qimoqchimisan? Ha. Senga doktor bo'lishing kerak degandim. Axir siz doktorsiz-ku, men bo'lishim shartmi? Yo'lda charchagandirsan. Yaxshilab ovqatlanib ol, o'g'lim, xo'pmi? Ishlaring qanday? Odatdagidek yaxshi ketyapti. Rostdanmi? Faqat ishni o'ylayvermasdan sog'lig'ingga ham e'tibor ber. Hayot har doim ham biz o'ylagandek ketavermaydi. Bu kechlik akam uchunmi? Bu yaxshi sabab bo'ladi. Axir chet elda bir o'zi yashashi oson bo'lmayapti. To'g'rimi? U yerda qiynalayotgandirsan. Ha, oyijon. Sizlarning qadringiz o'tyapti. Ha, oyijon deng. Akam kelmasa oilaviy tushlik ham qilmaymiz. Ko'proq kelib tursangiz bo'lar ekan. Restoranda ovqatlanish yoqadi. Minjun. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'lgandi. Qaytganingdan juda xursandman. Qani, sen uchun ichamiz. Bu yerlar hali ham o'sha. Ketganimda qanday bo'lsa shunday. Rostdanmi? Bu gapingga qo'shilaman, o'g'lim. Koreya juda ham yaxshi joy, ammo umuman o'zgarmaydi. Nega? Nega men faqat suv ichaman? Ha, nima bo'libdi? Vino ichmoqchimiding? Men ba'zida uydan uzoqlarga ketib qolishni istardim. Unga e'tibor berma, o'zi uyga qaytib keladi. Qani ovqatingni ye. Minju, ovqatingni yaxshiroq ye, xo'pmi? Xo'p, yaxshi. Hech bo'lmasa sharbat qo'yishsa bo'larmidi? Nima, sen hali ham shu yerdamisan? Ish vaqtida ichishni bas qilsangiz bo'lardi, Jivo aka. Ey, sen avval meni yoshimga yetib olgin.
Sizga havas qilaman. Allaqachon ulg'aygansizda. Bilasanmi kimsan? Sen juda ham aqlli bolasan. Juda ham aqlli bolasan. Buni eshitish zo'r. Meni sizdek akam bo'lishini istardim. Sendek ukam bo'lishini men ham xohlayman. Jevo shu. Bizning ismlarimiz juda ham o'xshash. Oyim ichi bo'lsa ismimizni doim adashtiradi. Meni ismim esa hech ham o'zimga yoqmaydi. Akamning ismi Minjon. Meniki esa shunchaki Min. Agar sen bizning oiladan bo'lsang, seni Namji deb chaqiramiz. Bu qanaqa ism o'zi? Sen aylanishga bormadingmi? Endi ulgurmasam ham kerak. Ular allaqachon ketib bo'lgandir. Bu yerdan unchalik uzoq emas. 10 daqiqada yetib olasan. Rostdanmi? Qayerga ketishdi ular? Shunday qilib, u uxlayotganda hammasi joyida edi va ruh aytibdi. Sen uxlamading debdimi? Qayerdan bilding? Buni bilaman. Nima balo? Bu yerda boshqa joy yo'qmidi? Uylar ham ko'rinib turar ekan. Shunchaki aytayotgandim. Lekin bu rostdan ham juda ham eski hikoya bolalar. Juda ham zerikarli degan. Ana bu qo'rqqanga o'xshaydi. Yo, xudoyim ishona olmayman. Namshu qo'rqib ketdimi? Qaytdingmi? Ha. Ahvoling yaxshimi? Ha. Shuncha paytdan beri qayerda eding? Shunchaki Coca-Cola olgandim. Axir biz olamiz degandik-ku. Bu Koreyada topilmaydigan kamyob Coca-Cola. Doktor Coca-Cola. U meni davolaydi. U nimalar deyapti? Oyim. Nima bo'ldi? Nima? Hoy, ish qilib qo'llab qo'ymadingmi? Uni hojatxonaga olib borib kelish kerak. U allaqachon qo'llab qo'ygandir. U qo'rqqani yo'q. Shunchaki ozgina cho'chidi. Uni akasini bilaman. Uni cho'chitadigan odam bu. Akang juda ham ko'p hikoyalar aytib bersa kerak a senga. Aka-uka singillar doim shunday asabingga tegadi, tavba. Ular shunchaki seni boshqalardan rashk qiladi. Bu hech ham rashk emas-da. Ular doim seni asabingga tegishni yaxshi ko'rishadi. Hatto bir yosh katta bo'lsa ham seni asabingga tegib yeb tamom qiladi. Ayniqsa singling bo'lsa. Biz singlim bilan doim kompyuter talashamiz. Tavba. U har kuni yangi kiyim kiyadi, mazza qilib yuradi u. Lekin menga hech kim hech narsa bermaydi. Sen ham kichkina farzandmisan? Oyim. Qo'ng'iroqqa javob bermaysanmi? Bu seni oying edi adashmasam. Ularga javob berishim shart emas. Lekin nega? Shunchaki katta muammo emas. Lekin bu oying-ku axir. Hammasi joyida dedim-ku. Mendan xavotir olmay qo'ya qol. Ikkingizga nima bo'lyapti? Ha, shunchaki Kim Xananga gapirgan gapimdan birozgina jahli chiqqandi. Tushunarli. Ramyon pishirmaymizmi? Ha, aytgancha. Juda ham qornim ochdi. Tashqariga chiqib yordamlashinglar. Nechta qilay? 4 yetadi. 5 ta qil. Mayli, 5 ta bo'lsa 5 ta. Lekin bu juda ham ko'plik qilmaydimi? Sal kamroq. Yo'q. Nima xafa bo'ldingmi? Yo'q, hammasi joyida. Sendan jahlim chiqqani yo'q, xavotir olma. Har doim ham o'ylaganimizdek bo'lmaydi hayot. Bundan keyin oying qo'ng'iroq qilsa javob ber. Axir aytdim-ku, xavotir olma. O'zim istaganimni qilaman. Menimcha hammada ham men kabi muammolar bor. 내 옆을 보면 내 옆에 서 있는